aziz, bizani tilamchi, gadoy deyapsiz, nima ehson so'rayapti deb tuhmat qilyapsiz. Siz o'zingiz kimsiz? Siz o'zingiz TikTokda gadoysiz, tilamchisiz. Rost emasmi? TikTokda ichida donatorlar orqasidan siz yashayapsiz. Mo'shinlar olib, nima ro'zg'oringizni ko'rib, shu TikTokda ichida tilamchilik qilib, shart o'ynab ishlayapsiz. Men ishim yo'qdi shuncha vaqt sizga. Men sizda umuman efiringizga kirmasadim, biror marta sizga hasad ham qilmasadim, sizning gapingiz menga qattiq tegdi. Men tilamchi deb meni otimda chiqardingiz, men kasalman. Men o'zim onaman, otaman, ikkita farzandimga. Men 2 yildan beri ishlay olmayapman. Rak, opxil, saraton kasali belimda. Nima oti, umurtqam kasal, umurtqam chiriyapti. Men mumkin emas yurish, ishlash, menga mumkin emas. Men uyda ichidaman 24 soat. Men yura olmayman, yurgan yo'limda yiqilyapman. Men shu sababda efirda o'tiraman. Menga so'ramayman, hech kimdan pul, podarka so'ramayman. Menga o'zlari kelib tashab o'tib ketishadi. Men bilmayman u insonlarni, men yaqindan tanimayman. O'zlari kirib ehson qilib, men so'raganim yo'q ehsonni. Siz shart o'ynaysiz, nima qilasiz? Nima deyiladi? Meni tilamchi dedingiz, o'zingiz ham shu ahvoldasiz. O'zingiz ham shu ahvoldasiz. TikTokda ichida pul ishlab yashayapsiz, kuningizni ko'ryapsiz. O'zingiz nimaga gapirmaysiz? Birovni gapiryapsiz, birovni hayotini nima qilyapsiz? Nima yomonlab gapiryapsiz? Meni uyda erkak yo'q bizada. Men bir o'zimman, onaman, otaman, ikkita farzandga ijorada yashaymiz. Bizani ilojimiz yo'q. Biz efirga chiqib o'tiramiz, nima o'ta gapirib, hazil qilib, bizga podarkalar tashab o'tib ketishadi. Biz shuni orqasidan ro'zg'orimizni ko'ryapmiz, uy pulimizni beryapman. Men nima yomonlik ish qilyapmanki, tilamchi deysiz? O'zingiz ham tilamchisiz-ku. O'zingiz TikTokda tilamchisisiz-ku, aziz. Meni yomonlab nima qilyapsiz? Tuhmatlar qilyapsiz. Ehson so'rayapti, lichkalarimga yozib tashlagandim. Men qachon sizning lichkalaringizga yozib tashlaganman? Isbot qiling, aziz. Menga ro'paro chiqing, men sizga mana nima qilyapman, chaqiryapman. Gostimga kelasizmi? Ro'paro chiqing, meni yuzimga qarab gapiring. Shu gapingizni gaping, men sizga isboti bilan ko'rsataman. Bank qog'ozlarini ko'rsataman, doktor qog'ozlarimni ko'rsataman. Men bilan o'zingizni barobar qilmang. Men noilojlikdan chiqyapman. Men bo'lmasam chiqmasadim, umuman chiqmasadim. Bizning uyimiz yo'q. Biz ijorada yashaymiz. Shu sababda men chiqib efirda o'tiraman. Ustimdan kulmang, aziz. Aziz, o'zingiz qani mehnat qilib ishlab pul topib yurganingiz? Faqat TikTokda ichida yuribsiz. TikTokda ichida o'tirib, nima o'ti, battle o'ynab, nima o'ti, shartlar o'ynab pul ishlayapsiz. Donatorlar orqasidan yashab yuribsiz. Men sizga biror marta tilamchi deganim yo'q-ku. Biror marta sizga gadoy deganim yo'q-ku. Men sizga va umuman kirmasadim efiringizga, umuman kirmasdim, tomosha ham qilmasdik biz sizda. Biz sizga yomonligimiz ham yo'q edi. Siz nimaga bunday qildingiz bizga? Nimaga bizga nisbat yomonlik qilyapsiz? Nima sababda?